Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Şərq Türkistan avazının gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qarşı alırıq. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Alma şirketining Xitoydagi uzun yillik mal ta'minlaguvchisi bo'lgan Lens texnologiya shirkatining Uyg'ur majburiy emgak kuchlarini ishlatganligi ilgari surildi. Washington pochtasi gazetining 29 dekabr xabar qilishicha, yangi oshkorlangan hujjatlardan Alma shirkatiga iPhone aynik ishlab chiqaradigan Lens texnologiya shirkatining Uyg'ur majburiy emgak kuchlarini yo'tkab ishlatganligi ma'lum bo'lgan. Bu hujjatlarni ochiq texnologiya qurilishi bayqagan bo'lib, uningda minglagan Uyg'ur ishchilarining Lens texnologiya shirkatining korxonalariga yo'tkalganligiga doir tafsilotlar oshkorlangan. Xabarda yana Lens texnologiya shirkatining Amazon va Tesla'ni mal bilan ta'minlaydiganligi. Alma shirkati Lens texnologiya shirkatining o'zlariga Uyg'ur majburiy emgak kuchlarini ishlatmaganligini aytganligini. Biroq ochiq texnologiya qurilishining direktori Kati Paulning majburiy emgak Alma shirkatining ta'minot zanjirida ular e'tirof qilgandimi keng doirada ishlatildi deganligini bildirgan. Xabarda bayon qilinishicha, Xitoy doiralari 2019-yili Lens texnologiya shirkatining Xonandagi zavodlariga Uyg'ur majburiy emgak kuchlarini yo'tkagan. Uyg'ur emgak kuchlarining bu yil koronavirus yuqumi tarqalgan 2-oydami Xotan viloyatidan bu shirkatning Xonandagi zavodlariga yana yo'tkalganligi bildirilgan. Yaqinda Amerikadagi taratqular Alma shirkatining Amerika Davlat Majlisida Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonun loyihasiga qarshi faoliyat yapganligini ilgari surgan. Washington pochtasining xabarida ta'kidlanishicha, Kati Paul bu Alma shirkatining nima uchun bu qonunga qarshi faoliyat qilganligini tushuntirib berish mumkinligini bildirgan. 20-noyabr Washington pochtasi gazetida Alma shirkati Xitoydagi majburiy emgakni to'xtatishni maqsad qilgan qonun loyihasiga qarshi turmoqda sarlavhalik bir parcha maqola e'lon qilingan. Maqolada deyilishicha, Amerika parlamentida xizmat qilgan salohiyatini oshkorlashni xohlamagan ikki xizmatchining bildirishicha, Alma shirkati Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonun loyihasidagi Amerika shirkatlarining Uyg'ur majburiy emgakini ishlatganligi uchun javobgarlik surishtirilgan muhim moddalarning yo'l qo'yilishini to'sishga uringan. U xizmatchilarning aytishicha, Alma shirkati Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonun loyihasiga qarshi chiqqan nurg'un shirkatlarning biri. Ular Alma shirkatining amaldan qoldirishini yoki o'zgartirishni talab qilgan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonun loyihasidagi konkret belgilamalar to'g'risidagi tafsilotlarni oshkorlashni rad qildi. Dunyoning boshqa joylarida Alma shirkatining Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonun loyihasidagi moddalarga qarshi chiqish qilmishiga qarshiliklar ko'rsatgan. 24-noyabr Avstraliya Queensland universiteti o'quvchisi aktiv faoliyatchi Dervo Paulo Hong Kong xalqaro birlashmasining a'zolari bilan birlashib, Brisbane'dagi olma do'konlarida olma Uyg'ur qo'l emgakidan foydalanyapti. Olma Uyg'ur erkiy qirg'inchiligidan foydalanyapti degan plakatlarni ko'tarib namoyish qilgan. Hatto ijtimoiy taratqularda olma Uyg'ur qo'l emgakini ishlatishni to'xtatish kerak nomli murojaatnoma boshlagan. Yevropa İttifaqı Gaza 27 davlatning bosh elchilari Yevropa Xitoy universal mablag' solish kelishimining tafsilotlarini suhbatlashgan va tasdiqlagan. Taraflarning hafta oxirida imzo qo'yishi mo'ljallanmoqda. Yevropa İttifaqı Gaza davlatlarining bosh elchilari dushanba kuni Bryussel bilan Xitoy o'rtasida planlangan universal mablag' solish kelishimiga yeşil chiroq yoqib, dunyodagi ikki cho'ng iqtisodiy guruh o'rtasida kelishim hosil qilishga yo'lashgan. Xabar qilinishicha, bir diplomat bosh elchilar o'tkazgan yig'inda Yevropa İttifaqıning navbatchi raisi bo'lgan Germaniyaning a'zo davlatlar kelishimiga qarta hech qanday qarshi ifoda bildirmagan. Shunga siyosiy tasdiq uchun yo'l ochilgan bayonot e'lon qilgan. Diplomatlar suhbatda Xitoyning yezigilik sohasidagi majburiy emgakka bo'lgan andisini ifodalash bilan birga atalmish yaqinqi ijobiy o'zgarishlarga diqqat qilgan. 29 dekabr kuni Turkiya bilan Angliya o'rtasida ikki taraflik savdo sohasi taraqqiyotining eng chong kapolati bo'ladigan erkin savdo kelishimi imzolandi. Erkin savdo kelishimi imzo murosimiga video konferens vositasi orqali ishtirok qilgan Turkiya savdo ishlari ministri Ruxsar Pekcan erkin savdo kelishimining Turkiya bilan Angliya o'rtasidagi savdo sohasi taraqqiyotining eng chong kapolati bo'lganligini ta'kidlab, Turkiya bilan Angliya munosabatlari jihatdan nihoyat muhim va tarixiy bir kun bo'lganligini, Angliya bilan Turkiya o'rtasidagi savdo qurilmasiga doir hech qanday bir aniqsizlik qolmaydiganligini, savdo ishlarining buningdan keyin texmo taraqqiy qildiganligini, erkin savdo kelishimi Tamojna ittifoqining 25 yilda qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlarini saqlab qolish bilan bir vaqtda munosabatlarning yanada cho'nqurlashtirish yo'lida tunji qadamni tashlaganligini bildirgan. Ministr Pekcan betaraf erkin savdo kelishimini nishon qilayotganliklarini va buning reallikka aylanganligini eskartish bilan bir vaqtda kelishimning butkul sanoat va yezigilik mahsulotlarini o'z ichiga olganligini, kelishimning 1-yanvardan e'tiboran kuchga ega bo'lganligini hamda vaqt jihatdan hech qanday ziyon ko'rilmaydiganligini ta'kidlab, kelishim bo'lmasa edi Angliya bilan bo'lgan eksportning taxminan 75% boj yukiga duch keladi. Shuning bilan taxminan 2,4 milliard dollarlik ziyon tortgan bo'lardik. Bu xris shu topda dabiy qilindi. Erkin savdo kelishimi Turkiya Angliya munosabatlari jihatdan yangi va odatdan tashqari darajada alohida burilish nuqtasi hisoblandi. Shuning bilan bir vaqtda bu kelishim mavjud savdo iqtisodiy munosabatlarimizning doirasining qo'g'dilishi va taraqqiy qildirilish nuqtasida hukumatlarimiz o'rtasidagi o'rtaq ong va irodaning natijasidir dedi. Shvetsiyadagi bir masjidga ichida oq parash qo'yilgan tahdid xitob etildi. Shvetsiya Uppsala shahridagi masjidning bayonotchisi Shodi Kaskinning aytishicha,
Bu xatda oq parashut bilan birga tahdid uchurlari bor ekan. Ularning bevosita soqchiga ma'lum qilayotganligini aytgan Kassin, tahdid uchurida biz sizlarning bu yerda turishinglarni xohlamaymiz degan xat bor ekan. Masjidga kelgan jamoat buningdan andishiga tushgan. Chunki bu tunji qatam bunda hodisaga yo'liqish emas. Masjid buningdan ilgirmi bu xil tahdid uchurlarini topshirib olgan degan. Uppsala soqchi idorasining bayonotiga qaraganda maktub bilan birlikda yo'llangan parashutning ziyonsiz ekanligi aniqlangan bo'lib, munosabatli tarmoqlar voqeani uyushmanlik va tahdid selish jinoyati doirasida tekshirishni boshlagan. Uyqusi yetarli bo'lish salomatlikka foydali. Ko'p uxlashmi uyqu to'salg'usining dastlabki alomati bo'lishi mumkin. Bo'libmi qanchalik uxlasam uyqu qolmaydigan, uyqusi burunqidan ko'p bo'lsa-mu yana g'arg'inlik his qilgan kishilar cho'qim diqqat qilish kerak. Uyqu to'salg'usi ba'zida faqat sirtqi qiyofat bo'lib, buning orqasida yana boshqa kasalliklar, masalan, tashvishlanish, xomushlik qatorliq ruhiy psixikalik masalalar bo'lishi mumkin. Nurg'un yashanganlar har xil sabablar tufaylidan uzoq muddat yashagan joydan ayrilib, yangi muhitga kelganda yangi muhitga moslashamay, yangi turmushga singishib ketamaydi. Elektronik mahsulotlar, ko'chma chiqim qatorliq yangi texnikalarmi yashanganlarga yangi xirsib kelgan. Turli sabablarning hammasi yashanganlarda psixikalik masalalarning yuz berish ahvolining eshib ketishini keltirib chiqaradi. Ammo uxlash masalasi hamisha eng avval ko'rildi. Yashanganlardagi uyqu to'salg'usi ko'pincha uxlash vaqti qisqarish, baldir uyg'onib ketishdan boshlandi. Amaliyotda kishilar orasidagi har qaysi to'pda o'xshash bo'lmagan darajada uyqu to'salg'usi bo'lishi mumkin. Besimga bardoshlik berish iqtidori nachar, jafoliq ishlaydigan, uyqusi tartibli bo'lmaganlarning uyqusi texmi oson to'salg'uga uchraydi. Doktordan yordam talab qilganlarning kasallik alomati hamisha nihoyat ro'shan bo'lib, allburun og'riqning kundalik turmushiga ta'sir ko'rsatgan bo'ladi. Uyqu to'salg'usini amaliyotda oldin og'il bo'ladi. Eng dastlabki uyqu to'salg'usi uxlash vaqtining o'zgarishidan boshlangan bo'lishi mumkin. Agar o'zining uxlash vaqtining borgan sari o'zgarayotganligini, shundaqdimi uyqu qolmaganligini his qilsa, undaqda cho'qim diqqat qilish kerak. Xabarlarimizni yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.